Diqqat, assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Yana bitta mijozimizga 5070 video kartali Ultra 9 275 HX Predator modelimizdan sotdik. Mana hurmatli tomoshabinlarimiz serikalari ko'rib olishingiz mumkin. 5070. Hozir mijozimiz o'zlari kechiromandan ovolar ekanlar. Endi do'stlarni qilib bering dedilar, qilib ovoling o'zingiz bilan dedilar. Mana sovg'aga ekan. Akamlarga bitta sumka ham qilib beramiz. Sumka bonus mishka bonus tariqasida qo'shib berdi deyapti. Yangi pachka ochilyapti mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Ultra 9 32 ga 1 terabayt 275 HX ekrani OLED, birinchi OLED bo'lib chiqqan 240 Hz li notebook bo'ladi. Ushbu notebookimizda 5070 video kartali plombalari mana yangi pachka ochib beramiz sizlarga kelavringlar. Bu afsuski oxirgisi, lekin yana kimlar ichib keladi, aloqaga chiqib qo'yasizlar, qilib beramiz.